Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Avgust oyida 20 million so'm beriladimi? Kimlarga beriladi? Kimlardan qaytarish so'ralyapti? Nima uchun ayrim odamlarning kartasidan pul yechilyapti? Va bunday vaziyatda nima qilish kerak? Bu mavzu har bir oilaga tegishli bo'lishi mumkin. Chunki gap nafaqa, moddiy yordam, bolalar puli, kompensatsiya, kredit qarzi, ijro qarzdorligi yoki bank kartasidan avtomatik yechimlar haqida ketmoqda. Agar sizning kartangizga pul tushgan bo'lsa yoki aksincha kartangizdan pul yechilgan bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'ring. Men hozir oddiy tilda hujjat bilan qanday harakat qilishni, qayerga murojaat qilishni va qaysi holatda xavotir olish kerakligini batafsil aytaman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam pulini ham, asabini ham saqlab qoladi. Avvalgi tartibda ko'pchilik odamlar ijtimoiy to'lovlar, bolalar nafaqasi, moddiy yordam yoki bir martalik kompensatsiyalarni kartaga tushgan pul sifatida ko'rardi va bu pulning qaysi asosda berilganini chuqur tekshirmasdi. Masalan, bolalar puli tushdi, mahalladan yordam berishdi. Avgust uchun kompensatsiya keldi deb o'ylab pul ishlatilardi. Ayrim holatlarda tizim avtomatik ishlagani uchun odam arza berganini ham, ma'lumotlari qaysi bazadan tekshirilganini ham aniq bilmasdi. Oila tarkibi daromad, mol-mulk, avtomobil, rasmiy ish haqi, pensiya, aliment, kredit, kadastr ma'lumotlari bir nechta davlat bazalaridan tekshiriladi. Shu sababli bugun bir odamga pul tushishi mumkin. Ertaga esa tizim qayta tekshiruvida bu pul noto'g'ri tayinlangan degan xulosaga kelishi mumkin. Hozir o'zgarayotgan asosiy jihat shuki, davlat to'lovlari va bank kartalari bo'yicha nazorat ancha kuchaygan. Tizimlar bir-biriga bog'lanmoqda. Elektron ma'lumotlar solishtirilmoqda. Ortiqcha yoki noto'g'ri to'langan summalarni qaytarish bo'yicha talablar paydo bo'lyapti. Bu degani hamma odamdan pul qaytarib olinadi degani emas. Lekin ayrim holatlarda haqiqatan ham sizga 20 million so'm ortiqcha to'langan. Siz bu to'lovga haqli bo'lmagansiz. Arizada noto'g'ri ma'lumot bo'lgan yoki qarzingiz sababli kartadan yechim amalga oshirilgan degan vaziyatlar uchramoqda. Men bu yerda eng muhim narsani ajratib aytaman. Kartadan pul yechilishi har doim ham ijtimoiy yordamni qaytarish degani emas. Ba'zan bu bank kreditining avtomatik yechimi bo'ladi. Ba'zan aliment, soliq, jarima yoki ijro hujjati bo'yicha majburiy ijro byurosi yechimi bo'ladi. Ba'zan esa odam o'zi ilovada avtomatik to'lovga rozilik bergan bo'ladi. Shuning uchun birinchi navbatda pul nima sababdan yechilganini aniqlash kerak. Shunchaki davlat pulni qaytarib olyapti deb vahimaga tushish noto'g'ri. Endi kimlar ehtiyot bo'lishi kerakligini tushuntiraman. Birinchi toifa ijtimoiy nafaqa, bolalar puli yoki moddiy yordam olgan, lekin oila daromadida keyin aniqlangan farq bo'lgan odamlar. Masalan, bir oilada ota rasmiy ishlamaydi deb ko'rsatilgan, lekin soliq bazasida u avgust oyida 3 million so'm ish haqi olgan chiqib qolgan. Yoki ona nomida yakka tartibdagi tadbirkorlik ochilgan, kichik savdo qilgan, lekin arizada bu ko'rsatilmagan. Tizim buni keyin ko'rsa, to'lov noto'g'ri tayinlangan deb baholanishi mumkin. Bu holatda odam darhol aybdor bo'lib qolmaydi. Chunki ma'lumot bazada kechikib ko'ringan bo'lishi mumkin. Lekin tushuntirish berish kerak bo'ladi. Ikkinchi toifa oila tarkibi bo'yicha noto'g'ri ma'lumot chiqqanlar. Masalan, xotin amalda alohida yashaydi, lekin nikoh bekor qilinmagan yoki farzand buvining qaramog'ida. Lekin hujjatda ota-onaning oila tarkibida turibdi. Yana bir misol, bir xonadonda ro'yxatda 5 kishi turadi, ammo arizada 3 kishi ko'rsatilgan. Ijtimoiy to'lovlar hisoblanganda aynan oila tarkibi muhim. Chunki daromad har bir oila a'zosiga bo'linadi. Agar oila tarkibi noto'g'ri bo'lsa, ehtiyojmandlik darajasi ham noto'g'ri chiqishi mumkin. Uchinchi toifa kartasida kredit, mikroqarz yoki muddatli to'lov bo'yicha avtomatik yechim ulangan odamlar. Masalan, odamga 20 million so'm moddiy yordam tushadi. U bankdan oldin 2 million so'm kredit olgan va shartnomada kartaga tushgan mablag'dan qarzdorlik avtomatik qoplanadi degan band bor. Natijada pul kelishi bilan bank 600 ming, 800 ming yoki to'liq 1 million so'mni yechib olishi mumkin. Odam davlat qaytarib oldi deb o'ylaydi. Aslida esa bu bank shartnomasi bo'yicha yechim bo'ladi. Bunday vaziyatda bank ilovasidagi operatsiya tarixini ko'rish kerak. U yerda kredit so'ndirish, avtoplatish, qarzdorlik qoplash yoki shunga o'xshash yozuv bo'ladi. 4-toifa ijro qarzdorligi bor odamlar. Agar aliment, sud qarori, jarima, soliq qarzi yoki boshqa majburiy to'lov bo'yicha ijro hujjati ochilgan bo'lsa, kartadagi pul bloklanishi yoki yechilishi mumkin.
bu hamma pulga bir xil tatbiq etiladimi degan savol tug'iladi. Amaliyotda ayrim ijtimoiy to'lovlar qonun bo'yicha to'liq yoki qisman himoyalangan bo'lishi mumkin. Lekin bank va ijro tizimida pulning turi to'g'ri ajratilmasa, muammo chiqadi. Shuning uchun odam bu pul bolalar puli edi, bu moddiy yordam edi deb tasdiqlovchi hujjatni olib ijro bo'limiga murojaat qilish kerak. Endi kimlar ortiqcha xavotir olmasligi kerak? Agar siz to'lovni qonuniy olgan bo'lsangiz, arizangizdagi ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, oila daromadingiz belgilangan mezondan oshmasa, sizda yashirilgan mol-mulk yoki daromad bo'lmasa, sizdan pulni qaytarish osonlikcha talab qilinmaydi. Agar sizga xabar kelmagan bo'lsa, bank operatsiyasida pul yechim bo'lmagan bo'lsa, mahalla yoki ijtimoiy himoya organi sizni chaqirmagan bo'lsa, faqat mish-mish asosida vahimaga tushmang. Lekin baribir kartangiz, arizangiz va SMS xabarlaringizni tekshirib yuring. Birinchi misol. Dilnoza opa 2 farzandi uchun bolalar puli oladi. Avgust oyida kartasiga 1 million 500 ming so'm tushdi. Oradan 2 hafta o'tgach, unga to'lov noto'g'ri tayinlangan bo'lishi mumkin. Hujjatlaringizni olib keling deyishdi. Sababi nima? Turmush o'rtog'i iyul oyida ishga kirgan. Lekin ish haqi soliq bazasida avgustda ko'ringan. Ariza topshirilgan vaqtda oila daromadi past edi. Ammo keyingi tekshiruvda daromad oshgani aniqlangan. Bu yerda Dilnoza opa nima qilishi kerak? U erining ishga kirgan sanasi. Ish haqi miqdori, oiladagi xarajatlar, ijara shartnomasi, bolalar guvohnomasi va bank tushumlarini olib borish kerak. Agar to'lov ariza paytidagi ma'lumotga ko'ra to'g'ri tayinlangan bo'lsa, buni tushuntirish mumkin. Ikkinchi misol. Aziz aka kartasiga 20 million so'm tushganini ko'rdi, lekin 1 soat ichida pulning 1 million so'mi yechildi. U mahallaga bordi, lekin mahalla biz yechmaganmiz dedi. Bankdan so'raganda ma'lum bo'ldiki, Aziz akaning mikroqarzi bor. Shartnomada avtomatik undirish bandi mavjud. Bu vaziyatda muammo ijtimoiy to'lovda emas, bank shartnomasida. Aziz aka bankdan operatsiya tafsiloti va shartnoma nusxasini so'rashi, agar ijtimoiy to'lovdan ushlab qolish qonunga zid deb hisoblasa, yozma ariza bilan bankka e'tiroz bildirish kerak. Uchinchi misol. Malika opa moddiy yordam olgan, lekin keyin undan ortiqcha to'langan 5 million so'mni qaytaring deb so'rashgan. Tekshiruvda uning nomida avtomobil borligi aniqlangan. Malika opa mashina aslida ishlamaydi, eski, ukasi foydalanadi deydi. Lekin tizim uchun mulk egasi kimligi muhim. Agar mulk uning nomida bo'lsa, bu ehtiyojmandlikni baholashda ta'sir qiladi. Bunday holatda men foydalanmayman degan og'zaki gap yetmaydi. Hujjat kerak. Oldi sotdi shartnomasi, ishonchnoma, texnik holat bo'yicha ma'lumot. Agar mashina sotilgan bo'lsa, rasmiy o'tkazish hujjati. 4-misol. Bir oilaga avgustda 20 million so'm berilgan, keyin esa qaytarish talab qilingan. Sababi arizada bitta farzand ko'rsatilgan. Lekin ikkinchi farzand boshqa manzilda ro'yxatda turgani uchun tizim oilani boshqacha hisoblagan. Natijada to'lov summasi noto'g'ri chiqqan. Bunday holatlar juda ko'p uchraydi. Odamlar ko'pincha bola men bilan yashaydi, lekin ro'yxati buvsida deb o'ylaydi. Tizim esa ro'yxat tug'ilganlik, vasiylik, nikoh va boshqa elektron ma'lumotlarga qaraydi. Shuning uchun oila tarkibi hujjatlari tartibli bo'lishi juda muhim. Eng katta nozik jihat shuki, pul tushganning o'zi pul sizniki bo'lib qoldi degani emas. Agar to'lov xati tayinlangan bo'lsa, davlat organi uni qaytarishni so'rashi mumkin. Lekin bu talab ham og'zaki bo'lmasligi kerak. Men har doim aytaman, telefon qilib aytishdi. Mahalladan chaqirishdi. Kimdir qaytar dedi degan gap bilan darhol pul o'tkazmang. Sizdan rasmiy asosni so'rash huquqingiz bor. Qaysi qaror asosida, qaysi davr uchun, qaysi summa, qaysi hisob raqamiga. Nima sababdan qaytarilishi kerakligi yozma ko'rsatilishi kerak. Ikkinchi, nozikat firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Hozir aynan shunday mavzular chiqqanda ayrim odamlar sizga eng bir 1 million tushadi. Pulni rasmiylashtirib beramiz. Qaytarishdan saqlab qolamiz, kartangizni tasdiqlang deb SMS, Telegram yoki qo'ng'iroq orqali aldashi mumkin. Hech qachon karta raqamingizning to'liq ma'lumotini, SMS kodini, PIN kodni, bank ilovasi, parolni hech kimga bermang. Davlat organi yoki bank xodimi sizdan SMS kod so'ramaydi. Agar kimdir kod so'rasa, bilingki bu xavfli holat. Uchinchi nozik jihat, ijtimoiy to'lovlar va qarzdorliklar bir-biriga aralashib ketishi mumkin. Masalan, odam bolalar puli oladi. Lekin uning kartasi kreditga bog'langan. Pul tushadi va yechiladi. Keyin u bolalar pulini olib qo'yishdi deydi. Aslida to'lovni kim yechganini ajratish kerak. Bank yechdimi, ijro yechdimi, davlat organi qaytarib oldimi yoki odam o'zi boshqa to'lovga ulanganmi?
Har birining tartibi boshqa. Bank bo'lsa bankka ariza. Ijro bo'lsa ijro bo'limiga ariza. Ijtimoiy himoya organi bo'lsa o'sha organdan rasmiy qaror nusxasi. 4-chi nozik jihat qaytarish masalasida muddatlar muhim. Agar sizga ortiqcha to'lov bo'yicha xabar berilsa, vaqtni cho'zmang. Chunki vaqt o'tishi bilan jarayon ijroga yuborilishi qarzdorlik sifatida ko'rinishi yoki kartalarga cheklov qo'yilishi mumkin. Lekin shoshilib tushunmasdan pul o'tkazib yuborish ham to'g'ri emas, to'g'ri yo'l. Avval rasmiy hujjatni ko'rish, keyin sababni aniqlash, keyin e'tiroz bo'lsa yozma e'tiroz berish, agar haqiqatdan ortiqcha to'lov bo'lsa, qonuniy tartibda qaytarish yoki bo'lib to'lash imkonini so'rash. 5-jihat. Men pulni ishlatib qo'ydim, endi nima bo'ladi degan savol. Agar ortiqcha to'lov haqiqatan aniqlansa, ishlatib qo'ydim degan holat qarzni avtomatik bekor qilmaydi. Lekin siz ijtimoiy ahvolingiz og'irligini, daromadingiz pastligini ko'rsatib, bo'lib qaytarish haqida ariza yozishingiz mumkin. Ayrim vaziyatlarda masala qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Buning uchun hujjat bilan isbotlash kerak. Daromad haqida ma'lumot, oila tarkibi, kasallik bo'yicha hujjatlar, ijara, kredit, nogironlik, ishsizlik holati va boshqa asoslar. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Agar kartangizga 21 million so'm yoki boshqa summa tushgan bo'lsa, birinchi qadam pul qayerdan tushganini aniqlang. Bank ilovasiga kiring. Operatsiya tafsilotini oching. Tushum nomi jo'natuvchi tashkilot, sana, summa va izoni ko'ring. Agar izoh tushunarsiz bo'lsa, bank kol markaziga qo'ng'iroq qiling yoki bank filialiga boring. Ulardan operatsiya bo'yicha ma'lumotnoma so'rang. Ikkinchi qadam, agar pul yechilgan bo'lsa, yechim sababini aniqlang. Operatsiya tarixida kim yechganini ko'ring. Agar kredit, qarzdorlik, MIP, ijro, avto to'lov, komissiya kabi yozuv bo'lsa, bu sizga yo'nalishni ko'rsatadi. Bank xodimidan yozma yoki elektron ko'rinishda yechim tafsilotini so'rang. Og'zaki javob yetarli emas. Sizga sana, summa, asos va tashkilot nomi kerak bo'ladi. 3-qadam. Agar sizdan pulni qaytarish so'ralsa, rasmiy hujjat talab qiling. Men tomoshabinlarga doim shunday deyman. Hech kimga qo'rqib pul o'tkazmang. Qaysi qaror asosida, qaysi to'lov ortiqcha deb topilgan, hisob kitob qanday qilingan, qaysi davr uchun, e'tiroz berish tartibi qanday degan savollarni yozma bering. Agar sizga haqiqiy talabnoma berilsa, uni diqqat bilan o'qing. Unda tashkilot nomi, mas'ul shaxs, sana imzo yoki elektron tasdiq, asos va summa bo'lishi kerak. 4-qadam, hujjatlarni yig'ing. Kerak bo'ladigan hujjatlar odatda quyidagilar: pasport yoki ID karta nusxasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim hujjati, oila tarkibi bo'yicha ma'lumot, daromad haqida ma'lumotnoma, ishsizlik yoki bandlik holati bo'yicha hujjat, bank kartasidan ko'chirma, to'lov tushgani yoki yechilgani haqida bank ma'lumoti, ijara shartnomasi, kredit shartnomasi, kasallik yoki nogironlik bo'yicha tibbiy hujjatlar. Agar muammo mol-mulk bilan bog'liq bo'lsa, kadastr, avtomobil, tadbirkorlik yoki soliq ma'lumotlarini ham tekshiring. 5-qadam, e'tiroz bo'lsa, yozma ariza yozing. Arizada hissiyot bilan emas, aniq fakt bilan yozish kerak. Masalan, men falon sanada falon miqdorda to'lov oldim. Menga falon sabab bilan qaytarish talabi bildirildi. Men ushbu talabga e'tiroz bildiraman. Chunki ariza topshirilgan vaqtda oilamning daromadi falon miqdor edi. Turmush o'rtog'im falon sanadan ishga kirgan. Farzandlarim mening qaramog'imda. Holatni qayta ko'rib chiqishingizni, hisob kitob nusxasini berishingizni so'rayman. Arizaga hujjatlarni ilova qiling va albatta qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi yoki ro'yxat raqamini oling. 6-qadam, agar kartadan ijro bo'yicha pul yechilgan bo'lsa, majburiy ijro byurosi bo'limiga murojaat qiling. O'zingizning ijro ishingiz bor yo'qligini tekshiring. Agar yechilgan pul ijtimoiy to'lov ekanini isbotlamoqchi bo'lsangiz, bank ko'chirmasi va to'lov manbasi haqidagi ma'lumotni olib boring. Arizada ushbu mablag' ijtimoiy to'lov bo'lgani sababli yechim qonuniyligini qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman deb yozing. Agar xato bo'lsa, pulni qaytarish yoki cheklovni olib tashlash masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. 7-qadam, bank bilan muammo bo'lsa, bankka yozma e'tiroz bering. Nega aynan ijtimoiy to'lovdan kredit ushlab qolindi? Shartnomada bunday band bormi? Men bunday rozilik berganmanmi? Yechimni bekor qilish yoki qaytarish imkoniyati bormi deb so'rang. Bank javobini yozma oling. Agar javob sizni qoniqtirmasa, Markaziy bankning murojaat kanallari yoki iste'molchi huquqlarini himoya qilish tartibi orqali shikoyat qilish mumkin. 8-qadam, shubhali qo'ng'iroq yoki xabar bo'lsa, darhol to'xtang.
5 million olish uchun kartangizni tasdiqlang. Qaytarilmasligi uchun kodni ayting. Arizani tezlashtiramiz degan gaplarga ishonmang. Rasmiy murojaat faqat rasmiy portal, tashkilot binosi, bank ilovasi yoki tasdiqlangan aloqa kanali orqali bo'lishi kerak. SMS kodni berib qo'ysangiz, kartangizdagi pul yo'qolishi mumkin va keyin uni qaytarish juda qiyin bo'ladi. Men yana bir narsani alohida ta'kidlayman. Hamma vaziyatda bir xil javob yo'q. Bir odamga belli million so'm qonuniy berilgan bo'lishi mumkin. Boshqa odamga xato to'langan bo'lishi mumkin. Uchinchi odamning puli bank krediti uchun yechilgan bo'lishi mumkin. To'rtinchi odamning kartasida ijro cheklovi turgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun eng to'g'ri yondashuv avval faktni aniqlash, keyin hujjat yig'ish, keyin yozma murojaat qilish. Bugungi mavzuning eng muhim xulosasi shuki, avgustda 5 million so'm berilishi yoki kartadan pul yechilishi haqidagi gaplarni eshitib, darhol vahimaga tushmang, lekin befarq ham bo'lmang. Pul tushgan bo'lsa, manbasini tekshiring. Pul yechilgan bo'lsa, kim va nima asosida yechganini aniqlang. Qaytarish so'ralayotgan bo'lsa, rasmiy hujjatni ko'ring. Hech qachon SMS kod, karta paroli yoki bank ilovasi ma'lumotlarini begonalarga bermang. Hamma murojaatni yozma qiling, barcha bank ko'chirmalarini saqlang, kerak bo'lsa mahalla. Ijtimoiy himoya organi, bank yoki ijro bo'limiga hujjat bilan boring. Men sizlarga ekspert sifatida shuni maslahat beraman. Pul masalasida eng kuchli himoya bu hujjat, aniqlik va vaqtida murojaat qilishdir. Agar siz haq bo'lsangiz, buni og'zaki gap bilan emas, hujjat bilan isbotlaysiz. Agar xato bo'lgan bo'lsa, uni ham qonuniy tartibda hal qilish mumkin. Izohlarda yozing, sizga avgust oyida pul tushdimi, kartangizdan yechim bo'ldimi, sizdan qaytarish so'rashdimi. Tajribangiz boshqalarga ham foydali bo'ladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling, yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot hozir juda ko'p oilalarga kerak.